Qiz paytim yilda bir qilgan uborkamni 3 kunlab maqtanardim. Hozirlar uborka qilgan xonam bir kunga yetsa to'ppimni osmonga otaman. Erkak va ayollarga mehnat ulushi taqsimlaganda ajabo qaysi ahmoq ayol o'rtaga chiqib uy ishlari bizga deb qahramonlik ko'rsatdi. Ahmoq sen uddalagandirsan, ammo biz yetisholmayapmiz mana. Uy, ker, ovqat, bola, yashashga vaqt qolmayapti. Hammaning nomidan nega gapirasan? Halol pulga oldim, kirlanmasin deb Greenway salfetkalar ishlatishdan oldin bir qator vlajni bilan tozalab olaman. Shu darajada birov bizga qadr qiymat bersa edi, olam guliston edi. Yana o'tgan kuni bittasi erta tegmanglar degan gapimga norozi bo'lib SMS yozibdi. Men qiynalib bosib o'tgan va o'tayotgan kunlarimdan kelib chiqqan holda xolisona maslahatimni aytgan edim. Ular agar bu uyda ish tugamaydi, ikkinchi jahon urushi tugadi, koronavirus tugadi, lekin o'ynash tugamaydi. Idishlarni Husayn kirkirladi, Husayn spursidir, endi o'tirib danib malaman deganingda hech bo'lmasa bolangga qilib qo'yadi. Uy tozalik istaydi, bola onam yashaydi, ovqat istaydi, hech kim so'ramaydi. Bu xotin nima istaydi deb sizga aytsam deganlar bu hal hol va asabizda eng kulminatsion nuqtasi evingiz nima chachagini o'tirasan deganda bo'ladi. Shu paytda miyangizda nimadir portlaydi. Zamon guttasi ush bilan asosan deb xayol qilasiz. Onalarga hatto kasal bo'lish ham mumkin emas. Axir siz taqdirda joningiz borqiboti 37 maqsad darrov vasiyatnoma yozishga tushadi. Sizga aytsam erga tegmagan chekitalar. Otangizni uyda maza qilib dam oling. Chunki manzam degan bahonalar bu yerda o'tmaydi. To'ydan oldin berilgan va'dalar xuddi muzga yozib qo'yishga qo'yilgan bayonga o'xshab qoladi. Dardimiz bir bo'lsa chetdagi yurakchani qiynamasdan bosib deganingizga tez samolyotchani tushirib qo'ying. Kommentlarda dardingizni to'ston qilib o'tirmang. Baribir bizani hech kim eshitmaydi.